Qadim zamonda bir oyna soluvchi bo'lgan ekan. Bir kuni u o'z foydasini ko'zlab bir devonaga agar borib odamlarning oynalarini sindirsang, menga yordam bergan bo'lar eding, keyin meni ishim yurishar edi debdi. Devona uning gapiga kirib, oyna soluvchining uyiga yugurib borib, hamma oynalarni bitta qo'ymay sindiribdi. Kechqurun uyiga kelgan oyna soluvchi buni ko'rib g'azablanibdi va devonani urisha boshlabdi. Nega mendan jahling chiqadi? Axir oynalarni sindir deb o'zing aytding-ku, debdi devona. Men senga boshqalarni uyidagi oynalarni sindir, shunda meni ishim ko'payadi degandim, debdi oyna soluvchi. Agar boshqalarni oynasini sindirsam, ular boshqa oyna soluvchini chaqirishlari mumkin edi. Senikini sindirsam, sen hech kimni chaqirmaysan va o'zingni ishing ko'payadi, debdi devona. Bilingki, boshqalarga ziyon yetkazish evaziga tirikchilik qilishning oqibati mana shunday bo'ladi.